Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Kecha qo'ygan videoyim o'chib ketgan ekan. Uchinchi shaxslar bilan bular o'rtasida hozir aqli insonni o'rtasida nima munosabat bo'lyapti? Iltimos o'sha videodan yana qayta qiling deb nima kelibdi? SMS kelibdi. Xo'p, unday bo'lsa boshlaymiz. Har doimgidek uchinchi shaxs bilan munosabatini ko'rib o'tamiz. Bu kartadan ko'ramiz. Uchinchi shaxslar bilan munosabatini. Aqli insonda uchinchi shaxs bilan bo'layotgan munosabatini ko'rib chiqamiz. Aqli inson yoshini, ismini, yilini ko'z oldingizga keltirib turishlarini. Xo'p, nima qilasizlar? Kartaga o'z energiyalarini yuborasizlar. Bunday bo'lsa biz boshladik. Birinchi variant holati, aqli insonni holati, aqli insonni holati. Birinchi variant, ikkinchi variant. Xo'p. Dalsh hayotda nimalar bo'lyapti bu insonni? O'shalarni ko'rib chiqamiz. Shaxsiy o'chirim uchun WhatsApp nomerimni qo'yaman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Keyin tozalatuvchi shunaqa amal nimalarni qildirishga nima qilgan ekansizlar? Qanday qilsak bo'ladi, nima qilsak? Kim agar shunaqa rezultatlar, rituallar oldirmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Unday bo'lsa biz boshladik. Aqli inson. Xo'p, birinchi variantdan boshlaymiz. Birinchi variant aqli inson. Uning holati. Aqli inson holati bilasizmi? Bu yerda qanaydir ikkita yo'lda o'rtasida qolganligi ko'rinyapti. Qanaydir bir kishisi bilan yonida yaqin bir insoni bilan bo'linib qolganligini aytyapti. Qanaydir bir bular qilayotgan rejalari o'xshamayotganligini, qanaydir qilayotgan rejalari asta-sekin qurib bitayotganligini ko'rsatyapti. Hayotida nimalar bo'lyapti? Hayotida to'siqlar bor. Aqli insonning hayotida ko'plab to'siqlar paydo bo'lyapti va bu to'siqlarni birma-bir yengib o'tishni nima rejalashtiryapti. Bu birinchi variant deyilani aqlda inson. Xo'p, dalish yana hayotida nima bo'lyapti ularni? Dalish hayotida nima bo'lyapti? Hammasi qilayotgan rejalari yonib kul bo'lyapti. Qilayotgan rejalari o'xshamayotganligi ko'rinyapti birinchi variantdagilarni. Aqli insonni. Xo'p, uchinchi shaxs bilan munosabati qay tariqa? Uchinchi shaxs bilan munosabati qay tariqa bo'layapti? Aqli insonni uchinchi shaxs bilan munosabati qanaqa? O'qituvlar bor bu insonda, bilasizmi? Yoki aqli insonda uchinchi shaxs o'qitib olgan, yo bo'lmasa o'qituvlar bo'lyapti bularni hayotiga nisbatan. Magiya kartasi tushdi, mag kartasi tushdi. Shunaqa vaziyatlarda turibdi bular. Xo'p, dalish yana. Munosabati qanday? Munosabatlarda nimalardir vayron bo'lyapti, nimalardir sovib ketyapti bu inson, hafsalalari pir bo'lib ketayotganligi ko'rinyapti bu insonda. Xo'p, dalish yana nima bo'lyapti? Xo'p, bu o'qituv ayol kishi tomonidan kelganmi aqli insonga yoki erkak kishi tomonidan? Erkak kishi tomonidan-ku. Menimcha qanaydir bir sud ishlari bo'yicha ham o'qitgan bo'lishi mumkin. Qanaydir dokumentlarni ishlarga o'ralashib qolsinam deb o'qituvlar bo'lingan bo'lishi mumkin. Xo'p, aqli inson uchinchi shaxs bilan hozirda baxtlimi? Baxtli his qilyapti qanaydir o'zicha. Hozir janjallar bo'lsa ham o'zicha baxtliman deb ko'rsatyapti bu inson o'zini, tashqi ko'rinishini. Tashqaridan qaraganda baxtliman deyapti. Xo'p, yana albatta biza juda ham ajoyib juftlik bo'lyapmiz, biz ajoyib nima qilganmiz deb bilyapti-yu, lekin aslida unaqa emas. Aslida hamma narsa barbod bo'layotganligi, ich-ichidan to'kilib ado bo'layotganligi birinchi kartalarda ko'rsatildi. Xo'p, aqli inson uchinchi shaxsni sevadimi? Yaxshi ko'radimi?
ikkilanishda bu inson ikkilanishda turibdi. Xo'p, yaxshi ko'radimi sevgisichimi? Qanaqadir yaxshi ko'raman, chiroyli, jozibali ayol deb bilyapti uchuvchi shaxsni. Xo'p, endi может o'qituv bo'lganligi uchun ham shunaqa deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, yana dalish. Xo'p, bular taqdiri nima bo'ladi? Kelajakda birga bo'ladimi bular yoki ayrilib ketadimi? Shu haqida ko'rib chiqamiz. Bularning taqdiri kelajakda nima bo'ladi? Bularning taqdiri kelajakda yo'q, menimcha yo'q, qarorlari qat'iy bu insonni, u insonga bog'lanib olgan, yopishib olgan, kelajakda o'yin kulgular rejalashtiryapti qanaqadir. Может, chunki bu yerda unaqa bo'lishi tabiiy hol, chunki bu yerda o'qituv ham tushdi-da, endi hammani energiyasi har xil. Shuning uchun shunaqa bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Bularning hayotida hozirda shunaqa vaziyatlar, birinchi nimani varianti tanlaganlarni aqldagi insonni holati shunaqa, uchinchi shaxslar bilan. Xo'p, endi ikkinchi variant tanlaganlar, aqllaringdagi inson holati nima? Hayotida nimalar bo'lyapti? Holati ikkilamchiliklarda turibdi. Hayotida o'zgarishlar bo'lyapti. Kimgadir yoki uylanmoqchi bu inson yoki uylangan insoni bilan juda ham baxtli ekanligi ko'rsatilyapti bu ikkinchi kartani tanlaganlar. Lekin bilasizmi, qanaqadir holati ikkilamchiliklarda ham turibdi bu inson yoki hayotida kimgadir uylanyapti, erga tegyapti, lekin bu narsadan ikkilamchiliklar bo'lyapti bu insonda. Xo'p, yana nima bo'lyapti bu yerda? Yana nima bo'lyapti deb ko'rib o'tamiz. Xo'p, yana nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerda ham mak kartasi tushdi. Chunki to'ppa-to'g'ri bu yerda mak kartasi tushishi sabab, chunki bu inson kimdandir qo'rqyapti, kimlardandir bekinib harakat qilyapti bu inson. Chunki to'siqlari bor, bu insonni harakat qildirmaydigan to'siqlari bor. Xo'p, dalishi nima bo'lyapti? Bu insonda ham qanaqadir dokumentalniy ishlari hal bo'lishi kerak, qanaqadir qog'ozbozlik ishlari bor, muammolari bor. Pul bo'yicha ekan, menimcha pul bo'yicha muammolari bor, bo'lmasa qanaqadir qarzlari bormi, kredit masalalari bormi, xullas shunaqa bu insonda ham. Bu insonni ham hafsalalari pir bo'lib ketyapti, so'nib ketyapti hayotdan. Jiddiy erkak kishi bo'lsa yoki bir qanaqadir ichkilikka berilayotganligi ham qit'i shunaqa yo shunaqa ichkilik bo'layotgan joylarga borayotganligi ham ko'rinyapti. Bu inson ketyapti, kimdandir istamasada ketyapti, hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi bu inson. Mayli, taqdir aytgancha bo'ladi, taqdirda bori bo'ladi deb bilyapti bu inson. Xo'p, dalish yana nima bo'ladi? Dalishi ikkilamchilikda faqat orzu qilyapti, dalishi kelajagim yaxshi bo'ladi yoki yaxshi bo'lishi kerak mana shu inson bilan degan ikkilamchiliklarda turibdi. Pul masalalari ham, pul muammolari ham bor bu insonni qanaqadir hayotida. Kimnidir qattiq yaxshi ko'radi, niqob ostida yaxshi ko'radi, o'ziga ayta olmaydi yo bo'lmasa boshqalarga ayta olmayapti. Faqat ichidan o'sha insonga talpinayotganligi ko'rinyapti bu insonda. Xo'p, qanaqadir taqdir hukmiga o'tganlarni ruhidan ham qanaqadir bir surat, qanaqadir bir duo, tilovatmi shunaqa narsalar ham qilayotgan ko'rinyapti. Bu insonga o'qituv qilingan, zo'r o'qituv qilingan bu insonga jin kartasi tushdi. Chunki endi bundan keyin karta olish ham shart emas, chunki jin kartasi tushgandan keyin kartani chalg'itadi. Noaniqlik kelib chiqishi mumkin. Bu insonda o'qituv aniq bor. Chunki boshda ham tushdi, oxirida ham tushdi. Rezultatlarni olsa balki yaxshi bo'lib ketar, balki nasib inshaalloh yarashib ketar, o'zi aql berib nima qilsa, harakat qilsa deydi-ku. Xo'p, uchinchi variantdagilarda nima gap so'z? Aqlda insonning hayotida nimalar bo'lyapti? Yo'q, aqlda inson holati qanday, hayotida nimalar bo'lyapti? Holati mana shunday. Qo'l oyog'i berkilgan, ko'zlari bo'ylangan, har tomonlama to'siqlar bor, lekin hayotida esa bunday. Kim bilandir qandaydir bir ayol kishi bilan, erkak kishi bilan o'tirgani ko'rinyapti. Xo'p, bu inson
o'sha hayotdagi hozirgi 3-shaxsni yaxshi ko'radimi bu inson? Bu insonning ham dokument ishlari bormi, yoki bo'lmasa qanaqadir bir dokument ishi yuzasidan gaplashib yolg'onchilik qilyaptimi u insonga, ikkiyuzlamachilik qilyaptimi, ikkilanishlarda bu inson. Bu insonda ham pul muammosi bor, yana pul muammosi bor yoki pul kelishi bor. Bu insonda qanaqadir mujik sevishyapti, yaxshi ko'rishyapti, kim bilandir rosa. Xo'p, bu inson talish kelajagi qanday bo'ladi? Kelajakda ikkilamchiliklarda qoladi bu inson. Kelajakda ko'p to'siqlarga uchraydi hali bu inson. Ayriliqlari bor bu insonning. Mujid hozirgi holatida, mujid hozirgi ayoli bilandir yoki qanaqadir boshqa shaxs bilanmi, xullas kim bilandir ayrilig'i bor bu insonning. Kelajakda ayriliqqa uchrashi bor ko'rinyapti bu inson. Xo'p. Qarshichiliklar bor, o'tmishda o'ylab qolyapti, o'qituvlar bor. Puli kelyapti, yo'qmasa nima bo'lyapti? Hozirda yaxshi kun, qanaqadir hayotida o'yin kulguliklar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir bu narsa ko'ngliga sig'ib yubormayapti bu insonni. Xo'p, yana nima bo'ladi? Ikki yo'lda o'rtasida qoladi bu inson kelajakda. Ikkilamchilikda qoladi. Ayriliq bo'ladi bu insonda kelajakda. Chunki ayriliq kartasi ikkita tushdi, bir emas ikkita tushdi. Ayriliq bo'lishi aniq bu insonda. Hozirda o'yin kulgu bo'layotgan bo'lsa-da hayotida bu narsalar hammasi o'qituv ta'sirida bo'lyapti. Kelajakda esa bu narsalarni balki bartaraf etish oqibatida bu ayriliqqa uchrayar bu ikkalasi. 3-shaxs bilan. Shu narsa tushdi. O'zlaring asranglar. Shaxsiy o'chirimlar uchun nomer qoldiraman, WhatsApp nomer, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Rezultat qildirmoqchi bo'lganlar, ritual qildirmoqchi bo'lganlar bemalol yozaveringlar yakshanba kungacha. Inshaalloh ro'yxatlarni olamiz hammani.